Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda mineral o'g'itlarni birja savdolarida sotishning yangi tizimi joriy qilinayotgani haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Qishloq xo'jaligini mineral o'g'itlar bilan ta'minlash hosildorlikni oshirishning muhim vositasi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini jadallashtirishning iqtisodiy jihatdan eng samarali yo'li ekani barchaga ma'lum. Tadqiqotlarga ko'ra, ekinlar hosilining qariyb yarmi mineral o'g'itlar hisobiga olinadi. Yerga urug' qadab boshlangan hozirgi pallada fermerlar, klaster xo'jaliklari umuman mineral o'g'it iste'molchilariga qulayliklar yaratish maqsadida o'z kimyo sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan qator qulayliklar joriy etilmoqda. Xususan, ekinlarni mineral o'g'itlar bilan oziqlantirishi kerak bo'lgan, lekin xarid qilishga imkoniyati cheklangan yoki yetarli mablag'ga ega bo'lmaganlar uchun maqbul yechim taklif qilinadi. Gap shundaki, kimyo korxonalari mineral o'g'itlarni Respublika tovar xomashyo birjasida alohida forward shartnomalar asosida sotishni joriy qildi. Forward shartnomasi bu nima? Bunda kimyo korxonalari mineral o'g'itlarni Respublika tovar xomashyo birjasiga oldindan to'lovning 30% gacha avans tarzda va qolgan qismini faktoring xizmatidan foydalangan holda 90 kun ichida amalga oshirish shartlari bilan sotadi. Misol uchun, fermer xo'jaligiga 100 million so'mlik ammoniakli selitra zarur. Fermer xo'jaligi mahsulotni birjada forward kontraktida 30% gacha oldindan to'lov bilan yutib oladi. Sotuvchi korxona uning xizmat ko'rsatuvchi bankiga taqdim etish uchun hisob faktura va qarzdorligi to'g'risida solishtirma dalolatnoma tuzib beradi. Ushbu hujjatlar bankka taqdim qilinadi va bank qolgan 70 million so'mga faktoring kreditini rasmiylashtirib, mablag'ni mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi korxonaga o'tkazib beradi. Faktoring kreditining 5% gacha diskonti korxona tomonidan qoplab beriladi va foizsiz kredit bilan ta'minlanadi. Ekinlarni mineral o'g'itlar bilan oziqlantirib, 90 kundan keyin yetishtirilgan hosilning daromadidan faktoring krediti bankka qaytariladi. Sotuvchi, ya'ni mineral o'g'it ishlab chiqargan korxona kelajakda olishi kerak bo'lgan mablag'ni darhol oladi va ishlab chiqarish xarajatlarini o'z vaqtida moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yana bir muhim eslatma, faktoring krediti garov talab qilinmaydigan kredit hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.